Men, Dilobar, hayotimda buncha sinovlarni boshdan kechiraman deb hech o'ylamagandim. O'tgan voqealar kechagi kungiday yodimda. Men va Sherzod bir-birimizni sevib, orzular bilan turmush qurdik. O'zimizcha rejalarga to'lib toshgan edik. Uy quramiz, farzandlarimizni voyaga yetkazamiz, ota-onamizga suyanch bo'lamiz, deb niyat qilgandik. Ammo hayot har doim ham insonning rejasiga qarab eshitmaydi ekan. Bir kuni Sherzod og'ir kasallikka chalinib qoldi. Avvaliga oddiy shamollash deb o'yladik, ammo vaqt o'tishi bilan uning ahvoli og'irlashdi. Shifokorlar ham yordam bera olmadilar. Qisqa vaqt ichida Sherzod olamdan o'tdi. Men yosh, umidlarim hali oldinda, ammo qalbimda katta bir bo'shliq paydo bo'ldi. Eri vafot etgan kelin sifatida qishloqda yashash oson emasdi. O'qchilar endi mening taqdirimga rozi bo'lib, ota-onamning uyiga qaytsin, derdi. Lekin qaynonam Otabek boshqacha qaror qildi. U meni yoniga chaqirib, sen bizning uyimizning kelini bo'lib qolding. Biz seni begona qilmaymiz, ammo o'zing ham hayotda yolg'iz qolishingni xohlamaymiz, dedi. Bundan keyin qishloqda g'iybatlar avj oldi. Qaynonasi uni o'gay o'g'li Azamatga bermoqchi degan gaplar qulog'imga chalinar edi. Avvaliga bunga ishonmadim, lekin bir kuni qaynonam Otabek o'zi shu gapni aytdi. O'g'limning joyi jannatda bo'lsin, lekin sen ham ayolsan, yoshsan. Seni boshqa odamga bermaymiz. Azamat esa seni tushunadigan, qo'llab-quvvatlaydigan yagona odam. Agar sizlar birga bo'lsangiz, uyimizdan issiqlik ketmaydi, dedi u qattiq ohangda. Men hayratda qoldim. Azamat ham shu uyda ulg'aygan. Men esa unga doimo jiyan singari qaraganman. Shu paytgacha uni boshqa ko'z bilan tasavvur ham qilmagan edim. Ammo qaynonamning gaplaridan so'ng ichimda ikki xil tuyuldi. Bir tarafim qarshi edi, ikkinchi tarafim esa hayotimni qaytadan qurish kerakligini his qildi. Qishloqda gap so'zlar tinmasdi. Ba'zilar to'g'ri qaror, uy buzilmaydi desa, boshqalar bu noto'g'ri derdi. Azamat esa boshida bu taklifni eshitganda hayron bo'ldi, ammo u ham vaqt o'tishi bilan bu qarorga rozi bo'ldi. O'sha kuni qishloq ahli to'plandi. Qaynonam Otabek hammaga qarab, bu mening qarorim. Bu kelin bizning oilamizning yuzini yorib qilgan. Men uni boshqa uyga bermayman. O'g'limning o'rnini endi ukasi bosadi, dedi. Shunday qilib men Azamat bilan yangi hayot boshladik. Avvaliga juda qiyin bo'ldi, bir-birimizga o'rganish, yangi oilaviy munosabatlarni yo'lga qo'yish. Lekin vaqt o'tishi bilan biz bir-birimizni tushunib, qo'llab-quvvatlay boshladik. U menga hurmat bilan muomala qildi, men ham unga. Yillar o'tib, oramizda mehr mustahkamlandi. Men hayotimdagi og'ir yo'qotishdan keyin yana tabassum qila boshladim. Endi tushundimki, ba'zan taqdir bizni kutilmagan yo'ldan olib boradi, lekin bu yo'l ham baxtga yetaklashi mumkin ekan. Yangi hayotim boshlangach, avvaliga o'zimni juda begona his qilardim. Azamat endi rasmiy ravishda erim bo'lsa ham, menga yaqinlashishga shoshilmasdi. U ham ehtiyotkor, men ham, ikkovimiz ham bu o'zgarishga moslashish uchun vaqtga muhtoj edik. Bir kuni kechqurun hovlida yulduzlarga qarab o'tirganimda, Azamat yonimga kelib, sokin ovozda gap boshladi. Men seni majburlab hayotingga kirganim yo'q, ammo bilaman, sen yolg'izlikdan ko'p qiynaldin. Men ham seni yolg'iz qo'ymayman. Uning bu so'zlari qalbimdagi muzlarni asta-sekin eritdi. Men ham jilmayib, men seni hech qachon begona bilmaganman. Faqat bu yangi hayotga o'rganishim kerak, dedim. Shundan keyin biz ko'proq suhbatlashadigan bo'ldik. U meni har doim hurmat bilan tinglab, har bir muammomda yonimda turardi. Qishloqda esa gap so'zlar tinmasdi. Ba'zilar qaynoganiga erga tegish, uy ichida sovuq qurmaslik uchun yaxshi qaror desa, boshqalar bu noto'g'ri, boshqa odam topilsa bo'lardi, derdi. Lekin men endi bularni qulog'imga ilmasdim, chunki bilardim, odamlar nima desa desin, mening baxtimni ular yashamaydi. Bir yili bizga katta sinov bo'ldi. Qaynonam Otabek kasallikka chalinib, oylar davomida yotib qoldi. Shu davrda men butun kuchimni unga qarashga sarfladim. Azamat ham ishlari orasida har kuni uyga yugurib kelar, otasining yonida bo'lar edi. Bir kecha qaynonam menga qarab, "Qizim, men senga shukr qilaman. Agar sen bo'lmaganingda, bu uy ancha avval sovib ketardi.
Rozi bo'lsam ham dilim tinch, dedi. Uning bu so'zlari ko'zlarimni yoshga to'ldirdi. Men ham uni otamdek yaxshi ko'rganimni his qildim. Yillar o'tib bizning uyimizga farzandlar sadosi kirdi. U paytlar men allaqachon Azamatni faqat erim sifatida ko'ra boshlagan edim. Farzandlarimiz ulg'aygan sari uyimizda yana kulgu va shodlik qaytdi. Qishloqdagilar ham endi bizning oilamiz haqida gap so'z qilmay qo'yishdi. Bir kuni qishloqdagi ayollardan biri menga qarab, "Dilobar, dastlab bu qaroringni tushunmagandim, ammo endi qarasam, sen eng to'g'ri yo'lni tanlab, uy buzilmay qoldi. Bolalar baxtli", dedi. Men jilmaydim, chunki hayotim o'sha og'ir kunlardan keyin ham menga tabassum qilishni o'rgatgan edi. Endi orqaga qarab o'ylayman, agar o'sha paytda qaynonamning qaroriga qarshi chiqqanimda, balki bugungi baxtim bo'lmasdi. Taqdir meni sinovdan o'tkazdi, lekin shu sinov orqali menga yangi hayot, yangi baxt va yangi sevgi berdi. Bu uyda endi 3 farzandning ovozlari yangraydi. Azamat mening erim, do'stim va hayot yo'ldoshim. Qaynonam Otabek esa otam bo'lib qoldi. Ba'zan hayotning eng qiyin yo'llari eng chiroyli manzaralarga olib chiqadi ekan.